Ona. Hey, yo'qoldasan. Dadasi, bitta savolim bor-da, aytmasam bo'lmaydi. O seni mana shu iplas savollaring deb yaqinda ajrashib ketamiz. Shu savol kechadan beri ichimda tirnayapti-da. Agar hozir shu savolni bermasam, ertaga peshingami, shomgami chiqarishadi-da. Iltimos xotin, bor o'sha burchi-murchida o'ynab turgin. Yo'q, hozir aytaman. Savol. Hozir bir ikkita harom savollardan beradi, hammasini rasvo qiladi. Men bitta narsani bilib qoldim-da. Ye, sen butun mahallada nima bo'layotganini bilarding-ku. Qanday sen bilmaydigan narsa bor ekan? Nimani bilib qolganimni aytaveraymi? O'lsin, ayt. Men bor-ku, siz nima uchun meni yaxshi ko'rmasligingizni bilib qoldim. Vo, menga ham qiziq. Nimaga ekan? Demak, yaxshi ko'rmasligingizni tan oldingiz. Yo, xotin, men seni